Zoran en son bir beton şunçalım kalan mı? Bu beton zorak Xivadaki 5 etajdaki dolmadan bunu da koymalı. Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Sizlar zo'r kottejdan ko'rsatib o'tamiz. Girganingizda shuda katta hol tutib oladisini, ban taraflariga uголокlarni qo'yib, devorni tizollanib, cho'tkatib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin girganning o'ng tarafda banda zalimiz. Zal ham 2 oyna tushgan. Kattaligini ko'rib turibsiz. Bunda spanli. Spanlimizning oynasi orqa taraf, bosh tarafga qaragan. Berimiz kuxnya bo'ladi. Kuxnyamizdan kattaligi normalniy. Hurmatli obunachilar, endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Chiqqaningizdan chap tarafda kichkina detskiy spanli bo'ladi. Keyin bu tarafingizda ham spanli. Ikki spanli yonma-yon, kattaliklari ham bir xil. Keyin bu tarafimizda zalning ustiga zal tushgan. Qo'shni razmerlari bir xil. Zinadan chiqqaningizdan eshikning o'ng tarafda katta hol tutib oladi. Bu ham shu mexkilarni qo'yib, chizollanib, so'tkazsangiz bo'ladi. Keyin bu yerni balkonlardan o'tib, oyna qapoqlarini qo'yib, taqlab beradilar. Hurmatli obunachilar, uylarni ponni travetini opqatib, ham shiplarni qilib beradilar. Xudo xohlasa, bu yerlardan ponni stashkadan chiqadi. Uyning narxini keladigan bo'lsak, 580 million tutib deganlari, telefon nomerlari yozib qoldiramiz, bemalol bog'lanasizlar.